Mashinani qarang, hovliga yarashib turishini. Voy. Ilohim, kim mana shunaqa uy, mashina niyat qilgan bo'lsa, niyatiga yetsin. Bitta like bosib qo'yinglar. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli Munhouse obunachilari. Bugun sizlarga tanishtiradigan uyimiz Bektemir tumani, Machuntol mahallasida joylashgan. Mana shu uyimiz 100% pishgan g'ishtdan sifatli xomashyodan qurilgan 3 sotik 4 xona yaxlitdagi podol qilingan. Podolda 5 ta xona plus hol bor. Har bitta podol xonalarga mana shunaqa furtkalar ochilgan. Qaranglar, ko'cha tomoni ham kengina, mashina qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Ko'cha tomonda ham zeleniy zonalar qilingan. Tepalari balangina naves. Zeleniy zonasi ham kattagina. Qaranglar, yoz kunlarida unumli foydalansanglar bo'ladi. Ikkita mashina tapchan qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Kirishimiz kalitka eshik hamda avtomatik darvoza. Tashqarida hojatxonasi hamda hamma sharoitlar qilingan yozgi oshxonasi bor. Katta yo'lga juda ham yaqin, katta yo'lga 200 metr chiqadi. Atrofida maktab, bog'cha, hamma qulayliklar bor. Qaranglar, navesga ham mana lyustralarga qo'yishgan. Zo'r-a? Yozgi oshxonasiga ham bitta like bosib qo'yasizlar. Mana uyimiz. Hovlimizning narxi 127 ming. Tepasida yana kelishtirib beriladi. Ko'z tegmasin, bizga nasib qilsin. Ana endi asosiy xonalar bilan tanishamiz. Podvalga mana tashqaridan, uy ichidan ham tushsa bo'ladi. Kirishimiz mana shunaqa baqvat paradniy temir eshik qilingan. Kirganimizda mazza qilib divarlar qo'yib o'tiradigan mana hol keladi. Mana qaranglar, TV zonaga joylar qilingan. Mana bu yoqda bitta yotoqxonamiz. Hamma joy cho'qli polda, cho'qli pol qilingan. Mana bu oshxonamiz. Oshxonaning kattaligiga e'tibor beringlar, qaranglar. Katta ayollar yaxshi ko'rgan oshxona. Kengina. Bu yoqda mana umumiy sanuzel. Mana hamma sharoitlari qilingan. Vanna, unitaz, shkofli, umumvanlik. Mana bu yoqda mehmonxonamiz joylashgan. Mana mehmonxonamiz. Kattagina lyustrasiya ham shohona lyustralar o'rnatilgan. Mehmonxonadan orqa hovliga chiqsanglar bo'ladi. Mana havo aylanib turadi, hamma xonalarga quyosh nuri tushadi. Hattoki podvalda ham hamma xonalarda furchka bor. Bu yoqda mana bitta yotoqxonamiz. Yorqin aboylar, ko'rib turibsizlar, oppoqqina eshiklar qilingan. Mana bu ichida o'zini yuvinish xonachasiga ega bo'lgan yotoqxonamiz. Furchkasi orqa tomonga qaragan. Ana endi podval bilan tanishamiz. Mana podvalga uy ichidan hamda tashqaridan ham tushsanglar bo'ladi. Mana podvalimizni qaranglar. 5 ta xona bor podvalda. 1, 2, 3, 4, bu yoqda 5-chi xonamiz kotelniy xonamiz. Mana tashqaridan tushadigan joyimiz, furchka ham qilingan. Bu yoq mana kotelniy xonamiz, do'kontrli kotel o'rnatilgan. Furchkasi bor havo aylanishga. Mana bu yoqda ham kattagina xonamiz. Furchkasi bor. Kinoteatr, trenajyorli zal yoki bir dam oladigan joy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu ham bitta xonamiz, mana furchkasi bor. Mana bu yoqda ham bitta xonamiz, furchkasi bor. Eslatib o'taman, 3 sotik 4 xona plus hol plus 5 ta xona podvalda 100% pishgan g'ishtdan qurilgan. Bektemir tumani, Machuntol mahallasi, katta yo'lga 200 metr, atrofida maktab, bog'cha, hamma qulayliklar bor. Videoga like bosib, bizning kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Hamda mana shu videoni uy qidirgan yaqiningizga yuborib qo'ying. Rahmat, salomat bo'ling.